Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun men sizlarga Zahididdin Muhammad Bobur va uning g'azallari haqida gapirib bermoqchiman. Bobur nafaqat buyuk sarkarda va davlat arbobi, balki iste'dodli shoir ham bo'lgan. U ko'plab g'azallar yozgan. Uning g'azallarida ishq, hijron, vatan sog'inchi va sadoqat mavzulari yoritilgan. She'rlarida u o'z his-tuyg'ularini samimiy va sodda tarzda ifodalagan. Bobur g'azallarining ahamiyati shundaki, ular bizni yaxshi inson bo'lishga chorlaydi. U sadoqat, sabr va vatanparvarlik g'oyalarini targ'ib qilgan. Ayniqsa vatandan uzoqda yashagan paytda yozgan she'rlarda yurtga bo'lgan muhabbat yaqqol ko'rinadi. Bugungi kunda ham Bobur g'azallari o'z qiymatini yo'qotmagan. Ular o'zbek adabiyotining muhim qismi hisoblanadi va yoshlarni tarbiyalashga katta ahamiyatga ega. Marhamat, Bobur g'azallarini tinglaymiz. Lola. Hatting aro uzoring sabza ichingda lola. Ul chashmi purxmoring loladagi g'azola. Barcha parilari jon girdingda zoru hayron. Go'yo erur namoyon oydagi rasida hola. Lola, lola, mehru vafoni ey yor, ko'p ko'rdi sendan ayyor. Jabru jafoni bisyor, qilding menga havola. Hajringda ey pariro, ko'zimdan uch tuyqu. Har kecha tongga tegiru ichimdan ohu nola. Yuz savhasinda xatlar yozishinggu. Har taraf bor, ishqingda Bobur aylar bu namli risola. Jonimdan o'zga yori vafodor topmadim. Ko'nglimdan o'zga mahramiy asror topmadim. Jonimdek o'zga yorni dilafkor ko'rmadim. Ko'nglim kibi ko'ngilni giriftor topmadim. Uzruk ko'ziga toki ko'ngil bo'ldi mubtalo. Hargiz bu telbani yana hushyor topmadim. Nochor xulqati bilan hoy etmisham netay. Shun vasliga o'zimni sazovor topmadim. Bori boray eshigiga bu navbat ey ko'ngil. Nechaki borib eshigiga bor topmadim. Bobur o'zingni o'rgatakur, yorsiz ki men istab jahonni muncha qilib yor topmadim. Keldi ul vaqtki boshimni olib ketgaymen. Olam ichra oyog'im yetganicha yetgaymen. Istaram aziz elga ko'rinmaslikdan, necha o'zimni ulus ko'zida xor etgaymen. Xalq yuzi javr ila ishlar buyurur kosh elni. Bu yuzni ko'rgaymenu, ne so'zni eshitgaymen. Har sori borsa bu devona ko'ngil, ayb etmam, o'yla devona emas kim, ana berkitgaymen. Dema Boburga netarsen, bosh olib ketmakni. Tangirning xosti mundoq esa meni netgaymen. Kimki vafo qilsa vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz. Har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir. Shu bilan bizning guruh tayyorlagan videorolik o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Doimo sog' omon bo'ling.